Erkin Yusupov, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, Rossiya Fanlar akademiyasining muxbir a'zosi, Ahmad Yassaviy nomidagi Xalqaro gumanitar tadqiqotlar markazi muxbir a'zosi, fan arbobi, Beruniy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti sohibi, falsafa fanlari doktori, professor. Erkin Yusupov 1929-yil 15-martda Farg'ona viloyatining Quva shahrida tug'ilgan. 1931-yilning ko'klamida Farg'onadan Zangiota tumanidagi hozirgi Turkiston mahallasiga ko'chib kelishgan. Erkin Yusupov Toshkentda o'qishni tugatganidan so'ng oliy ta'lim muassasasi rahbarining taklifi bilan Moskva shahridagi Pedagogika fanlar akademiyasining psixologiya instituti aspiranturasiga o'qishga yuborilgan. 1954-yilda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilish va o'zbek olimlari ichida 5-bo'lib falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasiga erishdi. Moskvadan qaytgach, Erkin Yusupov Nizomiy nomidagi Toshkent pedagogika institutida faoliyat olib bordi. 1965-yilda doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Bu O'zbekistonda birinchi marotaba falsafa fanlari doktori degan ilmiy daraja uchun qilingan himoya edi. Erkin Yusupov mamlakatimiz ilmiy salohiyatida ham o'zining katta hissasini qo'shdi. Uning rahbarligida 8 nafar fan doktori, 74 nafar fan nomzodi yetishib chiqdi. Erkin Yusupovning 500 ga yaqin ilmiy tadqiqot ishlari nashr etilgan. Ularning ayrimlari bir qator xorijiy tillarga tarjima qilingan. U AQSh, Belgiya, Germaniya, Vengriya, Italiya, Jazoir, Turkiya, Pokiston, Mongoliya, Hindiston singari mamlakatlarning nufuzli oliygohlarida ma'ruzalar o'qigan.